talabaga qilingan ehson umri uzoq ehson bo'ladi-da, ajri ulug' bo'ladi. Qanday desa, masalan deylik, siz hozir men kitobga juda ehtiyojim bor, siz menga kitob olib berdingiz. Men shu kitobni Qur'on deylik, diniy taraflama qarasak, Qur'on deylik, siz menga Qur'on olib berdingiz. Men o'sha Qur'onni yod oldim. Yod olib o'zimdan keyin 10 dona shogird chiqardim. Butun umr davomida ko'p emas, 10 dona qori bo'ldi 10 tasi. 10 tasi yana har biri 10 tadan qildi. 100 ta bo'ldimi? 100 tasi har biri 10 tadan qori chiqardi. 1000 ta bo'ldim, 1000 tasi har bittasi 10 tadan chiqardi. 10 mingta bo'ldim. Ya'ni bu zanjir bo'lib to qiyomatgacha davom etishi mumkin-da. Siz birgina olib bergan misol 100 ming so'mlik Qur'oningizdan sizga har bitta o'qiganidan ajr boradi. Jannatga kirib turganda ham olim aytar ekanki, jannatga kirishdan oldin hayo qilar ekan. Alloh taolo unga jannatni berdimi? U aytar ekanki, "Ya Robbi, meni shu o'qishligimga sababchi bo'lgan Muhammad Siddiq bor. Doim meni ta'minlab turgan. Agar u sabab bo'lmaganda, u meni ta'minlab turmaganda moddiyat bilan, men dunyo bilan mashg'ul bo'lib ilm ola olmasdim. Shunga birinchi Muhammad Siddiq jannatga kirsin, keyin men kiraman" deydi. Qarang, bo'lmasa u ahli ilm, olim. Biz oddiy ibodat qilib yuribmiz, boshqa ilmimiz yo'q, shunaqangi insonmiz. Lekin undan oldin kiramiz ekan jannatga, agar shu narsada bardavom bo'lsak.